Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Həmmanlarının məş vaxtı xeyirlik olsun. Bugün sizlərlə ortaqlaşmaq olan temam neft bahası görüşü. Neft dünyadakı ən cıq işletilayotgan, ən keng köləmdə, ən cıq sahalarda işletilayotgan bir təbii baylıq buluş bilan, təbii energiya buluş bilan dövlətlərinki içki iqtisadi və dövlətlərinki sanaati iqtisadi ve devletlerindeki xalqaradaki başka devletlerden boğan münasebetlerimi izchil holatda naiti güçlük ta'sir qilib kelgan bir energiya manbasi. Bugungi kunda neft dunyoning umumiy energiya manbasiniki ishlatilayotgan energiya manbasining 60%ni shu neft tarkib qildi. Hammamiz ko'ryapmiz, 1,5 oydan buyon Rossiya bilan Saudiya Arabiston ikki davlat o'rtasida neft bahosini tizginlash to'g'risida bir majralar, kelishmasliklar, yeni şekildeki bir jidallar bo'lib kelyapti. Bu butun dunyoning diqqatini tortib kelayotgan muhim masalalarning birisi. Rossiya tarafdan bo'lsa neftninki bahosini kontrol qilishdan hozir baldur ekanligini, davomli turda shu ishlab chiqarish miqdorini tizginlamasdan davomli hozirgi tüvenligen bahada bozma setip duruşunun muhimliğini ifadalab kelmekte. Saudiya Arabiston tarafı olsa neft bahasının bunda düşüp gitişinki emme tarafga ziyan berdiğanlıqını ve en tez süratde neft işlep çıkarışını tizginleş arkalık, azaytiş arkalık neft bahasınınki tizginleşini tergib qilib kelyapti. Ama bu iki devlet neçkatim uçuruşlar oldu, Amerika motor kirpilarını özara kelishtirmoqchi bo'ldi, hatta yig'inlar ochildi. Ama bu hazır kadar bir hal bo'lgan masala emas. Buni hal qilish uchun nurg'unlagan sabablar bo'lishi mumkin. Bu davlatlarning o'ziga ep bo'lgan bu tutayotgan pozitsiyalarda ma'lum bir nimalar bo'lishi mumkin. Ham Saudiyaninki o'ylaydigani, Saudiyaning asosliq sanoatlarining birisi neft eksport nimasi bo'lib. Bu holatda Saudiya biroz oldiroqliq, ama Saudiya uchun neft bahasini kontrol qilish nihoyatda muhim. Chunki neft bahasınınki davomli tövənləşi Saudiya iqtisodining va kelgusi hozirgi va Saudiya iqtisodiga og'ir ta'sir ko'rsatishi mumkin. Buning natijasida Saudiyaninki ba'zi ep berayotgan boshqa bir iqtisod projektlarini mablag' ajratganda bu sohalarda qiynalishi va o'zining davlat ichidagi iqtisodiy bazı planlarını amalga oshirishga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Rossiya tarafining nimasini aytgan chog'da Rossiya tarafi buningga uzun mezgil bardashlik berolmaydi deb qarayman. Rossiya tarafining oldiraydigan ba'zi nuqtalari bor. Chunki Rossiyaning ba'zi neft sohasidagi tadqiqotchilarning aytgan chog'da Rossiya bu neft ishlab chiqarishni haddidan ziyoda unda azaytolmaydiganligini aytdi. Chunki buning yerlik tabiiy sharoitida, çünkü Rossiya shimolga joylashgan nimasi bo'lg'ashgan. Ama soğuk muhitda neft ishlab chiqarishni keng ko'lamda azaytgan chog'da bu neft quduqlariniki yepilib qolganligi, bu neft quduqlariniki mengishining qaytadan qo'zg'ash uchun g'oyat zo'r miqdorda iqtisodiy mablag' ketadiganligi. Bu sababdan Rossiya jahillik qilib gerçi neft bahası tüven bolsunmu bunu davamlaştırışını to'g'ri ko'rganligi ve Rossiyaninki ba'zi analizlarning nimasini aytgan chog'da Rossiya bu bahani tüvenlish orqali bugungi dunyoda eng chong neft ishlab chiqaruvchi va neft sotuvchi davlatning biri bo'lgan Amerikaninki neft bozoriga ta'sir qilmoqchi va Amerikaninki neftlarning bahosini tushirish orqali Amerika iqtisodiga bir ta'sir qilmoqchi bo'layotgan ba'zi g'arazlarninki maqsadlarining borligini aytdi. Umumiy jihatdan qaragan chog'da hamma davlatniki o'z oldiga bu urushda o'z oldiga bir manfaati, olmoqchi bo'lgan manfaati va yetmoqchi bo'lgan bir nishoni bor, yetmoqchi bo'lgan bir maqsadi bor. Bu sababdan shu o'xshamagan bir strategiya siyosatlarni olib beryapti. Ama mening shaxsiy qarashimda bu neft urushi uzunga berib davomlashmaydi deb o'ylayman. Chunki birinci sebepten bu hamma davlat bunda uzun davomlashsa bularning iqtisodiga ta'sir ko'rsatadigan bir masala. Shunga
Saudiyaning qo'ygan taklifining nemisida mushuning atrofida bir o'tirg'a kelishishi mumkin, chunki bahoning bek tuvan bo'lishi bularninki davlatninki iqtisodiga ig'ir darajada ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababdan hamma davlatlar o'zining iqtisodiy manfaatini qo'g'dash va uning keyinda kelib chiqadigan bir qalamqonchiliklarning oldini olish uchun bir muvofiq shaklda bir o'rtaq bir nimaga kelish ehtimolligi yuqori. Buning natijasida bir qandaqki bir urushlarning bo'lishi u hozircha ko'zdan biroz yiroqroq deb qarayman. Chunki hozir dunyoda hamma yerda o'zininki ichki masalalar bilan davlatlar aldirash bo'lib qolganlik bir mezgilda bu neft bahosini kelisholmaslik sababidan, bekitilmaslik sababidan bular davlatlar aldirab bir urushga, bir askariy bir to'qinishga kirish ehtimollik tuvan. Hamma tarafninki yetmoqchi bo'lgan bir qisqa mezgillik bir davlat manfaati bor. Ham bu neft bahosiniki ziyoda tushib ketishni hech qaysi taraf xohlamaydi. Albatta bular eng qisqa mezgil ichida o'zlarininki maqsadiga ma'lum mezgilda oshirgandan keyin bular o'zaro kelishib neft bahosining neftning ishlab chiqarishni tuvanlatish orqali, azaytish orqali neft bahosini belgili shaklda kontrol qilib o'zlarininki iqtisodini muqimlashtirish va davom qilishni shu yo'lni tanlashi mumkin deb qarayman. Hammalarga rahmat.